Hammaga salom do'stlar. Bugun men Lucifer Gamer va bugun monetizationni YouTube Studiodagi monetizationni ochishni o'rgataman. Birinchi bo'lib biz Play Marketga kirib olamiz va YouTube Studio deb yozamiz. Keyin mana shuni o'rnatib olishimiz kerak. Keyin Chrome ilovasiga kiramiz va youtube.com deb yozamiz. Bizlarda birinchi mana shunday bo'lib chiqib keladi. Endi bu paytda mana tepada 3 nuqtaga 3 nuqtani ustiga bosamiz va desktop versiya degan joy turibdi mana yerda. Ana shunga bosamiz. Chunki buni kompyuter versiya qilib olishimiz kerak. Buni desktop versiya qilib olganimizdan keyin mana bu tepa burchakdagi o'zimizda akkauntimizga kiramiz va mana bu yerda ko'k yozuvda ko'rsatib qo'yilgan View Your Channel. Ana shuni bosamiz. Keyin o'zimizda akkauntimizga kiradi va mana bu yerda Customize Channel degan yozuv bor. Ko'rinmay qoldi. Mayli. Mana ko'rgan bo'lsalaringiz. Ana shuni ustiga bossak, u bizni to'g'ridan to'g'ri saytga olib o'tadi. Keyin mana bu yerdagi sozlamalarga kiramiz va mana shunday narsa chiqadi. Sizlarda mana bu yerda channel degan joyga kiramiz va mana Country of States degan joy bor. Uni bosamiz. Sizlarda bu yerda davlat ko'rsatadi. Mana shunday davlatlar turadi. Ulardan bittasini tanlaymiz. Keyin YouTube Studiodagi monetizationni o'zidan o'zi olib kiradi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna.